Aziz do'stlar, bugun gazetamizning Xalq so'z gazetasining 21-oktyabrdagi soniga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Har doimgidek gazetamizda juda mamlakatimizning ijtimoiy siyosiy hayotiga oid juda muhim mavzular keng yoritilgan. Xalqimizning ma'naviy merosini keng namoyish etishga xizmat qiladigan majmua deya e'tirof etiladi. Prezidentimiz 20-oktyabr kuni Islom sivilizatsiya markaziga tashrif buyurib, o'sha yerda bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor qaratgan va bu majmuaning mamlakatimiz ma'naviyatini asrashda, taraqqiy ettirishda, ajdodlarimizdan qolgan merosni asrab avaylashdagi o'rni to'g'risida atroflicha to'xtalganlar. Gazetamizda yana bitta e'tiborga molik maqola e'lon qilingan Farg'onaga kelgan turnalar. Bu ustozlarimizdan biri Absaid Ko'chenov qalamiga mansub bir sahifa atrofida material berilgan. O'sha Farg'onada bo'lgan chog'larida Absaid Ko'chenov hamkasblari bilan Farg'onada bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor qaratgan. Bu o'lkaning o'ziga xos jihatlari atrofida ta'rif etilgan. Yana bir masala, muhim masala sifatida gazetamizda ko'tarib chiqilgan, bu Said Rahmon qalamiga mansub chang to'zonlar qurshovida qolayotgan shahar yoxud Toshkent havosi yaqin yillarda tabiiy ravishda yaxshilanishidan umid bormi deya. Bu maqolani o'qib, ochig'i umid yo'q degan xulosaga kelish mumkin. Agar shahar hokimligi, mutasaddilar bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishmasa. Endi bugun Toshkent dunyoda yagona bo'lgan mamlakatimiz poytaxti kundan kunga chiroy ochib rivojlanib boryapti. Yangi binolar, ochig'i o'tgan 8 yil ichidagi bo'lgan o'zgarishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Toshkent tubdan o'zgardi. Har tomonlama kengaydi ham. 2, 3 karra, 4 karra, balki 4 karra ko'paydi. Mashinalar ham xuddi shunday. Men Toshkent shahrida joylashgan sanoat korxonalarini Toshkent viloyatiga chiqarish bo'yicha bo'lgan Qibrayda o'tkazilgan yig'ilishda shahar hokimi Shavkat Umurzoqovning so'zlariga e'tibor qaratgan edim. Shaharga kuniga 170 ming atrofida aholi Toshkent viloyatidan kirib keladi. Shahardan esa shaharga 320 mingdan ziyodroq aholi kirib keladi. Shahardan esa 170 ming odam tashqariga chiqib ketadi. Ishga qatnash maqsadida. Demak, qariyb 500 mingdan ziyodroq avtomashinalar shaharda harakatlanadi. Maqsad Toshkent shahrida joylashgan sanoat korxonalarini Toshkent viloyatiga ko'chirish ustida ketyapti. Menimcha eng katta yechimlardan bittasi mana shu masala bo'lsa kerak. Agar shahar havosini tozaligiga jiddiy e'tibor bermaydigan bo'lsak, yana 4-5 yildan keyin farzandlarimizda salomatligi jiddiy ravishda yomonlashadi. Nafaqat kattalar. Bugungi kunda shaharda allergik kasalliklar haddan ziyod ko'payib bormoqda. Buning hammasi albatta shu qilayotgan ishimizni, yaratuvchilik bilan bog'liq ishlarimizning palapartish olib borayotganligi bilan bog'liq. Said Rahmon ana shu sababli mana shu maqolada chang to'zonlar qurshovida qolayotgan shahar deb alohida e'tibor qaratadi. O'ylaymizki, shahar hokimi Shavkat Umurzoqov bu masalaga jiddiy e'tibor qaratadilar. Bu masalani hukumat darajasida hal etilishiga o'zlari bosh-qosh bo'ladilar deb umid qilamizki, shahar hokimini ham reytingi, shaharda obodonchiligi, shaharda ertangi kuni shaharda yashayotgan odamlarning salomatligi albatta shahar hokimini ham jiddiy o'ylantiradi degan umiddamiz. Yana bir masalani e'tiboringizni qaratmoqchiman. Shaharda chang to'zonni ko'tarilishiga, shaharda dunyodagi eng iflos shaharlar, havosi juda ifloslanib ketgan shaharlar safiga qo'shilib qolganligi yoki birinchi o'rinlikni egallayotganligida albatta sizu bizni barchamizda hissamiz bor. Nafaqat qurilish tashkilotlari. Aytaylik, ishga kelayotganda otasida ham mashina bor, o'g'lida ham mashina bor, oilaning bekasida ham mashina bor. Uchovi ham shaharda u chekkasidan bu chekkasiga albatta mashinada boradi. Agar kelgusida jamoat transportidan foydalanish imkoniyatlari yanada kengaysa, albatta bu shahar havosini tozalanishiga ham, tirbandlikni kamaytirishiga ham turtki beradi. Maqolada xuddi ana shu masalalar atroflicha yoritilgan va tavsiya etardimki, shahar hokimi qatori shahar kengashi deputatlari ham bu maqolaga e'tiborlarini qaratsa yomon bo'lmasdi. Endi bugun hammamiz uchun juda qadrli bo'lgan kun.
o'zbek tili bayrami kuni, o'zbek tiliga e'tibor qaratilgan kun. Bu 1989-yildan boshlangan xayrli ish, davlat tiliga bo'lgan e'tibor. Lekin davlat tiliga bo'lgan e'tiborda ham hukumat qarori yoki prezident farmonlari bilan emas, har birimizning yuragimizda bo'lishi kerak bu tilga bo'lgan mehr muhabbat. Bizga chetdan kimdir kelib yoki Amerikadan yoki Afrikadan yoki Yaponiyadan kelib tilni o'rgatmaydi. O'zimiz o'rganishimiz kerak. Farzandlarimizni ertaga boshqa tillarni o'rganganda taqdirda ham ularni birinchi avvalo ona tilga bo'lgan mehrini mustahkamlashimiz kerak. O'ylaymanki, prezidentimizning mana shu sonda e'lon qilingan 21-oktyabrdagi Xalq so'zi gazetasining birinchi betida e'lon qilingan qarorlari juda katta turtki beradi. Davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarda davlat tili nufuzini yanada ko'tarish, buni davlat siyosati darajasiga ko'tarish masalasi huquqiy jihatdan mustahkamlangan. O'ylaymanki, bu masalaga har birimiz vazirdan tortib tashkilot rahbarigacha, o'sha yerda ishlayotgan kishilargacha, hatto o'zbek tilini O'zbekistonda o'zida yashab, o'zbek tilini o'rganishga ko'p ham rag'bat sezmayotgan kishilargacha barchasi e'tibor qaratish kerak va buni o'zini hayotiy mazmuniga aylantirish kerak deb o'ylayman. Gazetamizda bundan tashqari Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi faoliyatiga oid deputatlarning fikrlari, senatorlar fikrlari ham joy olgan. Bundan tashqari mana tariximiz va o'zligimiz ifodasi degan alohida sahifa e'lon qilingan Xalq so'zi gazetasi rahbariyatining tashabbusi bilan bu ham gazetamizning 6-sahifasida o'quvchilar e'tiborini tortadi deb o'ylayman. Mana shu yerda hammamiz yaxshi ko'radigan Abdoriyatda bitta she'ri bilan fikrimni yakunlamoqchi edim. Ming yillar kim bulbul kalomi o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim, sen borsan shaksiz, bulbul kuyin she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Ana shu fikr bilan fikrlarimni yakunlamoqchiman. Kelgusi gazetamizning kelgusi sonlarining sharhigacha omon bo'ling, sog'lik, salomatlik.